Assalomu alaykum. Qo'shtepa tumani Qayrag'och mahalla fuqarolar yig'inida 9140 konturi asosida Xalq banki Qo'shtepa BXL tomonidan amalga oshirilgan bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida ekilgan gulkaramlar jamiki 10 gektar joyga 7,5 gektariga plyonka ostiga 2,5 gektariga ochiq maydonga ekilgan. Bugungi kunda gulkaramlar yig'ishtirib olish jarayonida bo'lib, bu yerga 140 ming tub gulkaram ekilgan. 140 ming tub gulkaramni har bittasi 2 kilo, o'rtacha 2 kilodan hosil qiladi. Rossiya davlatiga eksport qilinmoqda. Buni har bittasini bitta kilosi $1 dogovor qilish shartnomalar qilingan, $1 sotilmoqda. Balki 10 bitta dehqon xo'jaliklari bilan future shartnomalar tuzilgan bo'lib, o'sha 10 bitta dehqon xo'jaliklari shartnoma asosida yerda o'rtacha 150-200 million atrofida daromadi ko'zda tutilgan va biznes rejasi ishlab chiqilgan. Xalq banki Qo'shtepa BXL tomonidan har bitta dehqon xo'jaligiga 10 million 15 million atrofida kredit ajratilib, bank kredit orqali ushbu loyihada ishtiroki ta'minlangan. Bugungi kunda gulkaramlar yig'ishtirib olish jarayonida bo'lib, daromad ko'zda tutilganidan ham yuqori bo'lmoqda.